Vatanimiz istiqloli, xalqimizning ozodligi va erkinligi kelajak avlodlarining tinch va farovon hayotini ta'minlash yo'lida mardona kurash olib borib aziz jonlarini fido qilgan mustabid tuzum davrida qatag'on qilingan ajdodlarimiz xotirasini abadiylashtirish, ularning faoliyati va merosini o'rganish hamda targ'ib etish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, o'tgan davrda ushbu yo'nalishda muhim farmon va qarorlar qabul qilindi. Yurtimizda 2001-yildan buyon har yili 31-avgust Qatag'on qurbonlarini yod etish kuni sifatida keng nishonlab kelinmoqda. Bugungi lavhamizda ushbu kun munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Qatag'on qurbonlarini xotirasi davlat muzeyi bosh ilmiy xodimi, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Bahrom Erzayev bilan batafsil suhbatlashdik. Siyosiy Qatag'on qurbonlari xotirasi kuni sifatida mamlakatimizda 2001-yildan boshlab har yili 31-avgust o'sha Qatag'on qurbonlarini yod etish kuni sifatida nishonlanadi va bu bayramdan bir kun oldin, 1-sentyabr o'sha mustaqillik bayramidan bir kun oldin. Ya'ni buni ma'nosi siyosiy mustaqillik uchun jon bergan, kurashgan, hayotini mazmuni deb, albatta ularning ham farzandlari bor edi, ularning ham ota-onasini oldida burchi bor edi, ularning ham o'sha yashash shirin edi, lekin siyosiy mustaqillik uchun yoki bo'lmasa davlat uchun, vatan uchun jon berish o'sha azaldan bir yurtimizda qadrlangani uchun, umuman o'sha siyosiy davlatchiligiga ega bo'lgan millatlarning bir hislati bo'lgani uchun bu hech o'ylamasdan shunday qahramon bobolarimiz borki, bugun ularni yod etmasdan biz mustaqillikni bayram, nimani bayram qilayotganini anglay olmaymiz. Shu nuqtai nazardan bu bitta bizga tegishli emas, bu dunyodagi o'sha bayrog'iga, so'ziga, o'z o'rniga ega bo'lgan barcha davlatlarning xalqlari o'zining mustaqillik bayramini nishonlashadi. Bizda esa yana qo'shimcha bir narsa borki, biz keyingi qariyb 150 yilga yaqin mustamlaka bo'lganmiz. Bugungi kunda alohida siyosiy Qatag'on qurbonlari, lekin mustaqillik bayramini juda ko'pchilik nishonlaydi, lekin undan bir kun oldin bunaqa bayram nishonlanmaydi. Bu bizgagina xos deb aytishimiz mumkin. Dunyoning kam mamlakatlarida bor, bu ko'proq shu postsovet davlatlarida nazarda tutsak to'g'ri bo'lsa kerak. Sababi haqiqatdan ham o'tgan asr bilamiz, ikkita jahon urushi bilan insoniyat tarixida eng bir dahshatli izlarini qoldirdi. Bizda uchinchi bir xuddi shunday dahshat narsa borki, insoniyatda hammaga xos bo'lmagan narsa bu qatag'onlar. Ya'niki uni dahshat ko'lami u jahon urushida berilgan qurbonlardan ko'p bo'lsa ko'p, kam emas. Shunday tariximiz borki, 20-30-yillarda bugun dunyoda bir necha millionlar bilan o'lchanadigan o'zbeklar bor, muhojir o'zbeklar bor. Ular Afg'onistonda, Saudiyada, Pokistonda, Turkiyada, Amerikada o'zlarining qanday kelib qolganligi haqida, otalarining, bobolarining umrini oxirigacha vatanni orzu qilib, vatanni sog'inib, yig'lab yashaganligi haqida haligacha xotiralari bor. Ya'niki o'sha millionlab odamlar vatanni tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgan bu dahshatlardan, ya'niki o'sha bolsheviklarning qizil terroridan, qirg'inlaridan, qolaversa 37-38-yillarda bir katta qirg'in degan dahshatli bir kampaniya bor. Bunda millatning eng ko'zga ko'ringan g'oyaviy tayanchlari bo'lgan insonlar, qodiriylari, cho'lponlari, demak shu kabi siyosiy, harbiy, Germaniyada o'qib kelgan mutaxassislari juda katta millatni boshi deb aytishimiz mumkin olib tashlangan va natijada bu voqeliklar demak millatimizning keyingi taraqqiyotda o'zini salbiy izini qoldirdi. Men hozir yana bir narsani o'ylab turibman. Olaylik kommunistik mafkurani keyingi davrlarda o'sha ayniqsa 40-50, 60, 70-yillarda yaratilgan adabiyotlarda go'yoki sovetlarning o'sha ijtimoiy adolati, tekin ta'lim, tekin tibbiyot yoki bo'lmasa 100% savodxonlik darajasiga erishgani-yu
tarixda bizda o'sha 2% oshmaganligi haqidagi bir soxta tarixlar yaratildi va bizning o'zligimizdan ayrilish maqsad qilgan edi va bu jarayonda nafaqat o'sha marksizm leninizm asarlari, biz mana 30 yil qariyb keyingi ulg'ayib kelayotgan avlod bu o'sha kapitalni ham o'qimagan, o'sha nima deydi, materializm tarixi, o'sha formatsion antagonistik bir tuzumlar haqida o'sha g'oyalardan uzoq o'sdi, lekin nimagadir biz baribir ham o'sha mustamlakachilik tafakkuridan, qullik tafakkuridan qutula olmayapmizda. Bu qiyin kechayapti. Bitta bizda emas, postkommunistik davlatlarda. Men shuni keyingi paytlarda bu davrni o'rganish juda muhim ekan deb o'ylab qolganimning sababi, mana Gulyayev degan rassomlar bor, Kurzin bor, Usta Mo'min deydi. Juda ko'p 20-30-yillarda o'nlab rassomlar kirib kelgan. Bular o'zi harbiy odamlar bo'lgan va ular ham albatta 37-38-yilda qatag'onga uchragan. Lekin bir paytlar jahon o'sha tasviriy san'atiga behzodlarday darg'alarni yetishtirib bergan millatga yangi bir tasviriy san'atni olib kelib o'rnashtirgan. Vaholanki hozirgacha ham o'rta asrlarda o'sha Samarqandda, Xorazmda, Buxoroda yaratilgan binolardagi naqsh nigorlar yoki bo'lmasa kashtalarda o'sha xalq amaliy san'atidagi o'sha ranglar jilosi dunyoni ko'pchiligini lol qoldiradi, e'tiborini qozontiradi. Shunday millatga demak shunday bir san'atni joriy qildi va eski o'sha miniatyura maktablar eskilik sarqiti sifatida demak qadrsizlantirildi. O'rniga sovet g'oyasi asosidagi tasviriy san'at shakllantirdi. Xuddi shu narsani biz adabiyotda ko'ramiz. Adabiyotdagi o'sha nafis san'atdagi yoki bo'lmasa musiqadagi o'sha Uspenskiylar xizmati deb olib kelinadigan narsa aslida bu demak o'sha bizga demak sotsializmning yoki proletar madaniyatning ta'siri sifatida bugungi kunda o'shani ichidan shakllandi va natijada demak bizda bu narsa yozma adabiyotda bo'lmagani bilan ong ostidagi o'sha tasviriy yoki bo'lmasa musiqiy asarlarda saqlanib qolgan. Bugungi kunda siyosiy qatag'on qurbonlarini yod etish kuni deganda o'sha nafaqat biz siyosiy o'sha davlatchiligimizdan ayirgan bu qatag'onlar, balki butun tariximizdan, butun o'zligimizdan ayirgan. Shuni eslash uchun bizga yana ham muhim. Va buni unutsak, demak bugungi globallashayotgan dunyoda millat o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin. Yoshlarimiz masalan o'sha bugun tariximizda, adabiyotimizda, kerak bo'lsa san'atimizda bu tarix o'zini ifodasini topishi kerak. Men kimman, umuman kimlik masalasini demak bilish kerak. Odam kim bo'lsa ham injener yoki bo'lmasa boshqa bir soha, IT sohasi yoki san'at sohasida, aniq fanlar sohasida u ishlashi mumkin, tibbiyot sohasida ishlashi mumkin, lekin o'zining kimligi haqida o'zini farzandlariga ham, dunyoga o'zini taqdim qilayotganda ham ma'lum bir bilimlar bo'lishi kerak. Bu maktab darsliklari birgina yetarli emas. Hozirgi kunda demak shu yo'nalishda kinolar, shu yo'nalishda suhbatlar, shu yo'nalishda asarlar chiqayotgani maqsadga muvofiq, lekin buni keng targ'ib etish, o'rganish, hatto mana shu hukumat doirasida bir tadbirlar tashkil etilishini o'zi juda ham o'zini yaxshi samarasini beradi deb o'ylayman. Tarixning takrorlanishi degan narsa bor. Bu katta tarixlarda masalan hozirgi kunda tez-tez 3-jahon urushi haqida so'zlar chiqib qolyapti. 1-jahon urushi insoniyatning xatosi ekanligini urush tugagandan keyin o'sha farzandsiz qolgan onalarning faryodi, ota-onasiz qolgan bolalarning o'sha xazon bo'lgan yoshligi, iqtisodiyotlarning ko'rilgan madaniy, iqtisodiy zararlar, fojialardan keyin ma'lum bo'ldi. Lekin
oradan hali yarim asr o'tmay yoki bo'lmasa bir necha 10 yil o'tmasdan ikkinchi jahon urushiga, ya'ni insonning ochko'zligi va insonning o'sha hirsi demak tarixni takrorlaydi. Bu bilimlarni, bu o'sha xulosalarni tez yodga olish va insonni o'zligini unutmaslik haqidagi voqeliklarni qayta eslash balki bu narsani oldini olishi mumkin. Shuning uchun tarix o'qiladi, shuning uchun tarixga murojaat qilinadi. Insoniyat juda ko'p tarix takrorlardan iborat deydi. O'sha takrorlar bo'ladi. Bugungi kunda masalan siyosiy qatag'onlarni o'rganish yoki bo'lmasa mana shunaqa tariximizdagi qora dog'lar deymiz, oq dog'lar bor, bu o'rganilmagan qismi. Bu juda ham muhim. Bizga demak nimadir sabab bo'lgan, buni o'rganishga ruxsat bo'lmagan va keyingi davrda esa unutilgan. Ikkinchisi qora dog'lar borki, biz ba'zida aytishadi-da, shu odamlarning o'lganligi, shu odamlarning bir odamni yig'latadigan tarix odamni siqadi. O'zi dunyoda yaxshi narsalar kam. Shusiz ham tarixni ham shunaqa yig'i-sig'i bilan to'ldirasizlarmi degan bir e'tirozlar ham bo'ladi-da. Shu odamni kayfiyat beradigan tarixni o'rgansa bo'lmaydimi? Aslida esa ikkinchi bir narsa bor. O'sha yig'i-sig'i yana yig'lab qolmaslik uchun kerakda bu narsa. O'sha yig'i-sig'iga nima olib keldi? U oxirgi natija, xursand bo'lish uchun olib keladigan natijalar, ya'ni buyuk g'oyalar kerak. Buyuk o'sha g'oyaga o'zini bag'ishlaydigan odamlar kerak. Yig'i-sig'iga nima kerak? Alam, nafrat, o'zaro o'sha nizolar va o'sha birlasha olmaslik, kerak paytda bir-birini qo'llashdan, mana o'sha jadidlar aytganda, shu xuddi padar kuchti behbudiy yozayotganda ikki ma'nosi bor-da. Ya'niki o'zining bobolariga demak xiyonat qilgan farzand, o'zining lazzati, o'zining o'sha o'tkinchi bir havasi uchun demak o'sha paytda haqiqatdan ham ilm olishning o'rniga pul, yengil yelpi hayot yoki bo'lmasa shu yo'nalishdagi harakatlar keyinchalik butunlay millatning xonavayron bo'lishiga, millatning o'sha oydinlaridan hech qo'rqmasdan ularni o'sha totalitar tuzum yo'q qilib yuborishiga sabab bo'ldi. Ya'ni shu nuqtai nazardan biz bu tarixlarni demak ko'zini ochish uchun, demak yana ham kengroq yoki sergakroq bo'lish uchun o'rganish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz. Xabaringiz bor, keyingi yillarda 1200 dan ortiqroq o'sha diniy ulamolar, ya'ni istiqlolchilik harakati ishtirokchilari, qahramonlari, yirik demak amaldorlar oqlandi. Ya'niki ularning faoliyatida hech bir jinoyat yo'q. Jinoyat qilgan bo'lsa, o'sha millatini, o'zligini, davlatchiligini saqlab qolish uchun kurashgan, ularga bo'xtonlar bilan yo'q qilishgan va shuni Oliy sudda oqlandi. Endi ma'lum bo'layaptiki, bunaqa ishlar nihoyatda ko'p. Bizga reabilitatsiya to'g'risidagi qonun kerak. Bu qonunlar ko'pchilik davlatlarda qabul qilingan. Hozirgi kunda bizi so'rovimiz, bizi ishimiz shu bo'yicha bo'lyapti, ya'niki va ro'yxatini tuzish. Masalan, qatag'on qurbonlari bu ro'yxatini ism tuzib chiqish, iloji bo'lsa shu bir kitob holida 12 ta viloyatning, Toshkent shahrining, Qoraqalpog'istonning alohida kitoblar qilib, olimlarimizni asosiy vaqti ishlarimiz shu yo'nalishda ketyapti va buni o'ylaymanki nimasi foydasi yaqin o'rtada ko'rinadi. Chunki umumiy gapirsangiz qaysi davr, chunki 2-3 avlod o'tib ketdi, his qilish qiyin. Lekin siz uni ism sharifi bilan, faoliyati bilan tanishib, demak u aynan sizning avlodingiz bo'lishi yoki bo'lmasa qishloqdoshingiz yoki o'sha sizga yaqin, siz tanigan odamlar orasida bo'lishi bu demak yana ham ta'sirchanligini oshiradi va inson o'zini chog'laydi. Masalan, bir kino ko'rsangiz qahramoningizga o'xshatgingiz keladi, undagi yaxshi hislatlarni.
ko'p holatlarda shunaqa millatimizdan chiqqan qahramon insonlarning o'zini shu yo'lda kurashish hayot faoliyati insonni bir o'ziga qayta baholab, faoliyatiga qayta baho berish uchun ham kerak bo'ladi. Shuning uchun bu birorta tarixning sahifasi o'sha noma'lum qolishi ularga nisbatan demak adolatsizlik bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar arxivlarda shu vaqtgacha kam o'rganilgan hujjatlarni o'rganib, xalqimizga yetkazib, eng qizig'i bu yo'nalishda bugun qiziqishlar past emas, aksincha juda yaxshi deb o'ylayman. Aytish mumkinki, shu o'rinda bugun muammolar juda ham ko'p, haqiqatdan ham dunyo juda qizishib ketgan harakatlar, bu ekologiya bo'ladimi, bu butun dunyoni o'zida o'sha siyosiy qaysidir ma'noda kelishuvlar yoki kelishmovchiliklar ketayotgan bir paytda o'tgan asrning boshida bo'lgan qatag'on siyosatini demak o'rganish yoki bo'lmasa ideallashtirish qanchalik maqsadga muvofiq degan ham gap bo'ladi. Ikkinchi bir narsa, bu qiladigan ishning yo'qligidan emas, aksincha topiladigan yo'lga bizni eltadi. Sababi nima uchun biz ularda, ayniqsa o'sha jadid taraqqiyparvarlarida juda katta siyosiy g'oyani ko'ramiz. Bugun nafaqat bizda, balki Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, o'sha Ozarbayjon, Turkiya davlatlarining o'sha Turk davlatlar birligi yoki bo'lmasa o'sha Turon g'oyasi o'sha jadidlar tomonidan o'rta turk tili, yagona alifbo, bularning hammasi sababi bizni kuchli qilish uchun, bizni demak o'sha murakkab dunyoda qudratli bir kuch sifatida saqlab qolish uchun demak bu nihoyatda muhim. Qolaversa, qatag'on qurbonlari deganda faqat O'zbekiston yoki o'zbeklar degani emas. Bu yerda taraqqiyparvar insonlarning yoki bo'lmasa qandaydir ma'noda insonlarga zeb bo'lgan bir odamlarning totalitar tuzum tomonidan yo'q qilinishi. Bu demak boshqa keng tafakkurga ega bo'lgan dunyo uchun ham biz ko'rsatishimiz mumkin bo'lgan bir narsa va eng qizig'i qiyin paytlarda insonning asl qiyofasi ko'rinadi. Biz o'sha davrda, masalan, Ikkinchi jahon urushida o'sha yetim qolgan bolalarni asrab qolgan millat sifatida yoki bo'lmasa o'sha zulm eng kuchaygan paytda haq so'zni ayta olgan qahramon millat sifatida demak bobolarimiz bo'lganligi demak millatning har doim demak shunday qahramonlari mavjudligini ko'rsatadi. O'ylayman, xulosa sifatida aytish mumkinki, masalan, bu soha hech qachon tugamaydi. Sababi davlatchilik mavjud ekan, uning bir g'oyaviy asosi uning tarixidir va bu yo'nalishda keyingi tadqiqotlar yana ham kuchliroq, yana ham asosliroq, yana ham demak to'g'riroq, haqqoniyroq bo'laveradi.